Assalomu alaykum akalar. Bu Damas'imizga ham xudo xolasa kapital motor bo'ldi. Yo'lovkalar o'zi qoldi. Mana Xitoy qo'yilgan narsalari Xitoy. Mana Weismo deb yozilyapti. Porsche'ning Xitoy qo'yildi. Qo'lsasi Gem qo'yildi. Kladishi rossiyskiy qo'yildi. Original deb yozilganlar hammasi original qo'yildi. Xitoy qo'yildi. Xo'sh, probega yo'lovkasi o'zi qolishiga sabab 53.375 kilometr yurganda motor qilindi aka. Mana shu mashina. 33.000 yurganda ham qilgan ekan bizdan oldin. Xo'sh. Avtor rasxod ustiga yuborib kelgan 3 oy shatuni ham. Valiga da, kalin vali ham almashdi mana. Kalin val deb yozilgan 900.000 so'mga. Karburatörlari mana tekis. Yangilik qilib bergan joyimiz, xudo xolasa, o'zimga 2 marta yoqdi. Gazatorini o'rnatish mana. Oldingi o'rnatilgan gazatorlar mana shunday o'rnatilgan. Endi nimaga endi yangilik deysan deydigan yeriga akalar, mana shu karburatörimiz orasidan turpoq kirib ketib qoladi mana shu yerdan. Bunda zavod holatida karburatörning ichi og'ziga qatiriladi bu mana. Gazator bu yoqqa o'rnatilgan. Hech yangilik qilaman deb mana shu chang tortishiga topolmay oxiri shuna qilib peredelka qilib ixtiro qilib qo'ydim. Ammo o'ta go'zal chiqdi. Hech qanaqa chang umuman tortmaydi bu yerdan. Xomut bilan как положено qatadi. Endi gazatorning og'zi ham qatadi-yu deyish mumkin mana. Bu yer qatgani bilan men yerda karburatörga moshni o'rnamardi-da. Germetkilab, salniylab qo'yib kelardi-ku. Endi salniki ham, germetkasi ham vaqt soat kelib charchab chiqib ketib qoladi. Mana bu pinlik original qo'ysa jizn parod qilmaydi. Mana shu yangi qilinayotgan mashinalarimiz hammasiga xuddi shunaqa qilib uстановка qilib qo'yib berilyapti. Endi xudo xolasa gazli gruppa qiladigan mashinalarimizga ham mana shunaqa qilib ishlatib beramiz.